terisidan tushadigan qoldig'i bor. Shunaqa dekorativniy qilib qo'yishgan ekan. Nikitinada joylashgan 296 sotuli xonadonimiz sotuvga chiqqan. Bu yerga bemalol bitta ikkita mashina sig'adi. Bu yerdan podvol qismiga tushib ketishi. Fasadini qaranglar. Hozir xonadonimizning ichkarisini sizlarga ko'rsataman. Uyimizga kirib ko'rishimiz bilan bizani shunaqa noodatiy bo'lgan dekorativniy zo'r bitta hol kutib oladi. Uyimizni ko'rinishini qaranglar. Juda ham did bilan qilishgan ekan. High-tech uslubida. Bu yoq mehmonlarni kutib olish uchun mehmonxonamizni faqatda zo'r mana lustrani qaranglar. Shu bagatay qilib qo'yishgan ekan. Onyx toshlari, tashqariga qaragan panoramli oynalari. Hop. Bu yoq tomonimizni oshxona qismimizni o'zini tashqariga qaragan panoramli oynalari bilan juda ham zo'r Hoffman brendiga tegishli texnikalar qo'yilgan. Bu yerga stol qo'ysanglar, рабочий zonalarga zo'r, chiroyli, xolodilnikning kattaligini ko'ryapsizlarmi? Do'q yarisining birinchi etajdagi umumiy sanuzelimiz Versace uslubida qilingan ekan. Hop, bu yerda birinchi etajimizdagi birinchi yotoqxonamiz, spalni. Juda ham zo'r. Hop, o'zini ichida sanuzelga ega. Mana bu zinalarni e'tiborga ega. Вообще boshqacha qilib qo'yishgan ekan-da, lekin. Hop, eng zo'r joyi mana bitta vodopodga ega bo'lgan basseynimiz, dushovый kabina, sauna. Endi ikkinchi qavatga mana shu zanapoyalar orqali chiqib tushamiz. Mana svetlarni, rasvetkalarni qaranglar. Ikkinchi qavatga chiqqanimizda bizani shunaqa katta bo'lgan lustra kutib oladi o'rtoqlar. Hali buni tepasi ham bor, terrasa qismi. Hop, o'ng qo'ldan boshlasa, bu yoq yotoqxona, master span. Ko'rib turganingizdek, keng, yorug' bo'lgan, o'zini ichida sanuzelga ega. Bu yoqdan chiqqanimizda hol qismida kichkina bo'lgan boy balkonchasi. Bu yoq yana bitta spanligimiz. O'zini ichida garderobnisi bor va o'zini shaxsiy sanuzeliga ega ekan. Har bitta xonaning o'zida sanuzeli bor. Bu yoq yana bitta spanligimiz. Har doimgidek o'zini ichida sanuzeliga ega. Lekin narxiga ham, joylashuviga ham shikalat ekan. Hamma sizlar bilan endi terrasa qismiga chiqamiz. Terrasa qismiga chiqamiz. Voy. Terrasa qismini qaranglar. Kengligini ishlatish uchun rakvinaga joy tashab ketilgan tayyor qo'ralarga, o'choqlarga hamma narsa tayyor holatda. O'rtoqlar, xonadonimizni ko'rdinglarmi? Bu вообще shikarni qilib tashashgan ekan, juda ham zo'r ekan. Hop, eslatib o'taman, 4 ta spalni, bitta katta mehmonxona, katta oshxonasi bor, o'zining holiga ega. Tepa qismida o'zining terrasasi bor, pastda podvalda saunasi, basseyniga ega. 296 sotudan iborat xonadonimiz 700 ming AQSh to'ldirib belgilandi. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. Qolgan to'liq ma'lumotlarni beramiz. Mani sahifamga obuna bo'lib qo'yinglar. Shunaqa yangi zo'r uchastkalarni reklamasini qo'yishda davom etaman. Sog' bo'linglar.